Qadrli do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lganim, hozir torda eng moda bo'layotgan sutlik chilan. Ketidan oxirishlar tuandikidek. Aldı bilan 30 tal chilanni pakiz yuvib bo'lgandan keyin qiyinroq naychi bilan chilanning urqini chiqarib olamiz. Undan keyin badamni chilanning ichiga silib, tayyorlab olib qo'yamiz. Arqadan eng bo'sh o'tda qozonni qizitgandan keyin sarmayni silib, sarmay erigan vaqtida paxta kampitni solamiz. Paxta kampit erigan vaqtida 20 gram sut parashki silib, yana tekshik ilashtiramiz. Sut parashki bilan paxta kampiti tekshik ilashgan vaqtida ichiga badam silingan chilanni silib, yana tekshik ilashtirib olamiz. Chilan bilan qozondagi xurishlar videoda kirishgan vaqtida to'xtasak bo'ldi. Hamda qozondan chiqarib, videodek bir taldan chilan bilan paxta kampitni tekshik o'ragandan keyin bir-biriga chaplashib qilishning oldini olish uchun sut parashkiga milova saqlab tayyor bo'ldi. Qanday savolingiz bo'lsa, tuvansiz qoldirib qo'ying. Kelarki videoda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.